tavsiya qilamiz. Sizni sog'lig'ingiz nafaqat menga, oilangizga ham kerak. Tavsiya qilib qolaman. Ertalab uyg'ongan paytingizda shunda burunga to'g'rilaysiz, to'yib chuqur nafas olasiz, ushab turib chiqarasiz. Esingizda bo'lsa, koronavirus paytida burundan nafas olib, ushab turib imkon boricha og'izdan chiqarishni doktorlarimiz tavsiya qilishgan. Bu narsa O'zbekistonga 3 oy oldin olib kirilgan, o'zimning ukamning biznesi. Biz o'zimiz oilaviy sinab ko'rganmiz, uyda bola chaqalar bilan. Ana undan keyin sizlarga taqdim qilib, xalqqa tavsiya qilib beraman. Aytib o'tganimda ertalab uyg'onganingizda bunisini urasiz. Kun davomida buni urib yursangiz bo'ladi. Nimaligi to'g'risida siz bilan alohida bir gaplashamiz. Bu chisti havo 95%. Mana ma'nosi ham ajoyib ekan. Bu hozir greypfurtmidi? To'g'ri aytdimmi? Greypfurt ana. Voy, ishlarni boshlashdan oldin, ofisga kirishdan oldin mashinada tursa yoki shunda urib kirib ketaverasiz. Xo'p, bunisini ham to'xtatdik. Ana endi bu haqiqiy mana menga eng yoqqan orasida mana shu. Bunga zomin deb nom qo'yib oldik. Zomin deyilishining sababi voy, ana erta bahorda, kech kuzlarda yurasiz yomg'irdan keyin xuddi shu havodek. Ota-onangizga olib borib ko'ring, sinab ko'rsin. Bolam baraka topib, maza qilib uxladim, zo'r narsa ekan, mashindan keyin yaxshi yuribman deyshadi albatta. Nimaga ketib o'tganini biz oilaviy sinab ko'rgan narsalarimizdan biri bo'lgani uchun. Ana endi uxlashdan oldin bilsanglar, yostiqlar chiqib ketgan edi. Lavandali, yostiqda yotish shart emas endi. Uni o'rniga mana biz chisti ushani havosini olib kelib qo'ydik. Burundan urasiz, 3 marta og'izdan chiqarasiz, aytib o'tganimdek boya o'sha ketma-ketlikda tamom. Mazza qilib uxlaysiz. Yana ertalab turganda bunisi bilan hayotda davom ettirasiz. Doimgidek o'sha gap sizlarga, o'zimizga, oilamizga ravo ko'rgan narsani tavsiya qilib qolamiz. Sinab ko'ring yoki rezultati bir kunda bilasiz. Sinovdan o'tgan uchun aytmayman. Salomat bo'linglar.